Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 28 aprel Urganch Dekkan bozor dollar kursi bilan sizlarga Hamkorbankni aytib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanizlar obuna bo'lib ko'raveramiz. So'ng tarafdan shu bozorga kiraverishda Umidbek o'tibdi. Shu Umidbekda bir telefon bor ekan, shuni ko'rsatib o'ting. Keyin sizlarga dollar kursini aytaman. Lekin Hamkorbankda hozirgi kunda 1 million 202 dan turibdi 100 dollarni. Umidbek, assalomu alaykum. Ya iPhone'um bada kışkırıp kaldın kanı. Ağa görseniz 13 Pro Max hemme sonra yuttur ha. Aha. Tap olmadılar benim dinlese. Bu ya restorasyonda yığılgan dediler. Bu onun yine emas, çisti orijinali, lekin korobkasi yok. Gelip teşkirip bemalol alsalar bo'ladi. 256 lira bo'ladi, 91 yom saat. 91 yom çisti orijinalini topish qiyin bo'ladi. O'zi bir indiyali bolalar qoldim. Emekesi o'tganmi? Qarang, даже yesem ham o'tgan. Yo'q ay. Ichsam o'tgan. Hı. Ana şu videodan görüp geldikine deseler çizdiğim abunaçalarınız için 7 milyon sana beraber telefonu. 7 milyon. Ama Telefon numaranı getir ki. 95'lik 216 06 06. Eğer bu işin telefonu lazım olsa ek yaptırıp taze telefon almıştırıp geç imkaniyeti var yurttaşlar. Benim ona geliyor. Alıp kaladı. Bakalım. Başka aksız. Pro'dan bayınan kalasa Neçe? korobka takının 256'lık 11 Pro, iPhone 11 Pro. 2,5 milyon mu? Ama Neçe yom kısmı? Geliştiremem. 100 yom kısmı var. Çizdi orijinal Apple'ın 2 koyulgan. Açılmam mı? Yok. Hı. Meridial. Ana. Geleverese bazara. Yaxşı uka. Xullas, bozorga yalada olmasak, bozor 100 dollarni azam bilan 1 million 200 şu 3 dan başlaydı 205 dan bo'lib turibdi. Keyin endi aralardan alan ko'rishlaringiz kerak. Tushunasizlar, bozor deganda har yerda har xil so'raydilar. Bir yerda 1 million 200 oladi, bir yerda 1 million 205 oladi, ish qilib har xil. Xullas, nega keladigan bo'lsak, rublni shu 150 dan shu chekalab boshladilar, ta 157 o'rtaligini olib turibdi. Tenge. 1000 tengamiz 25 ming so'm bo'lib turibdi, 26 mingdan sotib turibdilar. Rubl bilan dollarning ustida 5 mingdan 10 ming adam bor satысы. Euro 1 million 370 dan 1 million 400 adam bor. Keyin Türk puli 250 dan oladilar 1000 lirani, 250 mingdan olib turib 300 mingdan sotadilar. Xullas, bugungi yangiliklarimiz shuning ekan bozorda. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishda davom qilinglar.